Hürmetli mehmanlar. 1983 yılı Atuş şehri Boğaz Deryası'nın şarkı kırgıdaki 3 pelenpeylik igizlikten taşqa aylangan Adem beş tepildi. Bu taşqa aylangan Adem beşini Jungo İctimai Fanlar Akademiyasi Arxeologiya institutidagi olim arxeologlar tekshirgandan keyin buning 10 ming yildan uzun tarixga ega zo'r bir bayqash ekanligini isbotladi ham Atush Ademi deb nom berdi. Atush Ademining taşqa aylangan baş so'nki hozir Şinjan muzeyida saqlanıp. Tövəndə sənətkarlarımızın Atush Ademiga atagan mədihisiga birlikdə qulaq salaylı.
Hürmetlik mehmanlar, bizni bağışlagan ana tuproq, bizni söygen xalq, şairgimi sumruq quşdak yeni hayat ata qildi. Bugungi Muxtar Bug'roning tilaklari xalq uchundir. Hammamiz ana zaminni mahkam bag'ishlaylik. Bizga umid, g'ayrat, vatan sevgisi har vaqt yor bo'lsin. Şinjan Televizyon Stansiyasi bilan Ot shaharlik xalq hukumati birlashib o'tkazgan Muxtar Bug'ro ijodiyat san'at kechiligi mushu yerda oyoqlashdi. Oxirida barliq do'stlarning tening salomatlik, turmushiga xotirjamlik tilaymiz. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.